qaynonam meni urdi, telefonni urib sindirdi, endi ajrashtirmoqchi ikkita bola bilan. Insof bersin bunaqa vijdonsizlarga. Ikkita bolani yetim qilib, xursand bo'lib, baxtli bo'lib o'tiradimi keyin? O'zim ash qaynona temasini olib chiqmayman, jonga tegdi deyman-da. Chunki men qaynonadan zulm ko'rgan kelin emasman. Meni qaynonam zavato'yli. Bo'ldi, gapirmayman, mana shu qaynona temasi jonga tegdi deyman-da. Kelinlar shunaqa chirqirab, yig'lab, mingtalab SMS yozadi-da. Hal bo'lmayotgan temada ishoninglar. Bilmayman qiyomatgacha davom etadimi. Nimaga bu darajada ayrimlar shunaqani zulmi oshib, kelindan alamini olib, qulsan, xizmatkorsan deb nevaralarini yetim qilishgacha boryapti. Sabab nima sabab? Prosta uylarda ish qila olmayotgani yoki ovqat shirin qila olmayotganimi shumi?